Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Javohir O'ziboy. Bugungi videomizda biz suzish turnirida qatnashib, topbar bo'lishga harakat qilamiz. Unda eng birinchi bo'lib hech qanday mashqsiz suzishga o'tamiz. Bu yerda 5 sekund tursak, keyin o'tarish sababi oyog'ingiz to'satdan tegib ketsa ham qatnashib ketmasligingiz uchun. Men buni yutqizishim aniq, sababi sizga yangi tana beriladi. Yana men buni ko'rayotgan bo'lsangiz, bu trenerga uzoq. Mana rank upda hozir biz mana shu darajalarimiz, mana oyoqni deyarli kuchaydi, hammasini 2 dan qilish kerak deyapti. Anda shunday qilib, mashq qilib kuchaysangiz bo'ladi. Unda biz oyoqni kuchini eng yuqorisi qilishga harakat qilamiz. Bolalar ko'rayotganlaringizda oyog'imizni kuchi deyarli 2 ga oz qoldi. 2 qilib, yana bir marta suzishga harakat qilib ko'ramiz. Lekin oyog'imiz to'g'risi ishdi, chunki mashqni yaxshisi bo'ldi. Bu yerda 6 kishigacha o'ynash mumkin. Men botlar bilan o'ynayman, sababi darajam baribir kamroq. Shuning uchun o'zingiz bilasiz, hali bu karakterda birinchi o'ynashim. Shuning uchun ham shunaqa qilyapman. Bu bilayotgan bo'lsanglar, mana bu odamlar kalmar o'yinidagi odamlardan olingan, orqasidagi joylar ham bu o'yin adashmasam shunga asoslanib ishlangan bo'lishi kerak. Mesela iloji boricha mana bu directiondan o'tishimiz kerak. Bolalar bilan ishlar, agar sizlarga video yoqayotgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Keyin kommentga keyingi videolarimizda qanaqa bo'lishini yozib qoldirsanglar, o'shanga qarab mana video chiqarishni boshlayman. Xohlanglar mobil o'yinlardan, xohlanglar oddiy iloncha, Tetris, menga farqi yo'q, o'ynayveraman. Prosta sizlar aytsanglar bo'ldi. Ko'rayotganinglar deb o'zi Maraga yetib keldik. Adashmasam 3-4 o'rindamiz. Qani? 1, 2, 3 da 4 o'rindamiz. Qancha pul oldik desak, $20 pul oldik. Bizdan $200 pulimiz bor. Bu yerda bit oshadigan joylar ham bor ekan. $1, $50, $100 agar bo'lganda ochardim, men bitta $500 ham bor ekan. Ko'rayotganinglardek. Bolalar bu yerga xohlagancha donat qilib o'tsanglar bo'ladi. Masalan, kelinglar elektroligidan bitta ochib ko'ramiz. Nima tushar ekan? Epic yaxshi. Kelinglar yana bitta ochamiz. Baribir pulimiz bor. Yana bitta. Uni kamini buni tushunmadim. Normalniy bizga kerak edi. Давайте, normalniy sen tushirib ber. Real. Da bo'ladi. Qolgan $70 to'g'ri sababi uni nimaga ishlatamiz? Qaydan bilaman men ham. Tekin hamma narsani olib chiqamiz. Xullas endi bitlarni bir qo'yib chiqamiz. Bo'lib. Mana petimiz. Endi oyog'imiz yaxshi bo'lgandan keyin давайте pressga ishlaymiz. To'xtanglar, bu pressga yoki gami? Sotalaganmi? Pressga ko'rinmayapti-da, boshqachaday ko'rinyapti. Sizlarga qanaqa bilmayman, lekin menga shunday ko'rinyapti. Turishini qilishim mashq. Xullas bolalar, buni ham eng yuqoriga chiqishiga ham kam qoldi, sababi men auto trenni kam-kamdan yoqib turibman. O'ziga kerakli og'irlik tanlab oladi mana. Bo'ldi. Buni ham 2 qildik. Press turishini qaranglar endi. Voy, kashobcha. Endi bizda qanaqa kuchlar qoldi? Qo'l, qanot va ko'krak. To'g'risam, men hayotda ham o'zi sportga boraman. Ko'p boraman sportga. After chiqim, xohlasanglar boksinglar mumkin. Nomi Gorilla Fight Club. Adashmasam, Instagram sahifasi ham bo'lishi kerak, bolalar o'ynashlar. Yana bir gap, bizani shuncha mehnatimiz uchun like bosib obuna bo'lishni unutmanglar, sababi
Bu Roblox o'zini ham yuklash bo'lmadi. Qandaydir Google akkauntda xatolar bo'lib, kirmay, yuklanmaydi deganlar chiqib, zo'rg'a yuklab mana sizlarga video chiqaryapmiz. Bolalar keyin mana shu nickga adashmasam Druziya tashlasa bo'ladi. Druziya tashlab qo'yinglar birgalikda. Mana shunaqaga o'xshagan zonalarni o'ynaymiz birgalikda. Ko'rayotganinglarda o'zi biz ikki bo'ldik. Bu ham buncha qiyin bo'lmadi. Gata gapirdim, o'zi ikki bo'ldik. Endi qo'limiz bo'lgan ekan adashib ketibman. Endi qanotga ishlaymiz bu narsani ko'pchilik bilsa kerak. Lekin bizlarni zalda bunaqa emas. Zalda boshqacharoq ishlaydi qanaydir. O'tirib bunday qilar ekan. Nechta so'g'a mayli bo'ladi. So'ndirib tepib. Da 100 ta diamond, ya'ni almas. Adashmasam trener olsa bo'lar ekan 500 taga. Trenerga harakat qilamiz bugungi videoda. Mani maqsadim aytadigan bo'lsam, kamida anshanada kamlar o'yinidagi bosslar bor-ku, tomog'im og'rib ketib qolganlar. Anshlardan 2-3 tasidan oldinda bo'lish maqsadim. O'shanga harakat qilaman bolalar. Xo'sh, bu yerda kuchayishda davom etamiz. O'zimizga kerakli tekin sovg'alar va vaqtli sovg'alarni ham olamiz. Bizlarda ancha narsa bor, bu yerda olishimiz kerak. Ko'p narsa olishimiz kerak. Xullas bolalar, buni ham max qilib keyin videoni yoqaman demoqchi edim. O'zi 2 bo'pti. Bolalar qayrada shu max qilib, ya'ni ko'pni ham keyin bir bellashib ko'ramizmi? Qanday bo'layotgan o'yin? O'shanga qiziqyapman-da, ya'ni bizlar shuncha kuchaydik, o'slar ham shuncha vaqt ko'rdilaring videoni. Qanday kuchayish kerak o'shani bilishlaring kerak. Shunga aytmanman, oddiy xohlasanglar birdan kuchayib ketishimiz mumkin bo'ldi. Hammasi ikkada men buni bo'lsa hozir birdan kuchayib ketaveradi. Biz tinchgina. Men bunda ko'rtoylar ko'p, 13, 1.5. Endi odamlar bilan o'ynaymiz, bolalar, nima deymiz? Lekin men 3-da turibman chata. Kuchaydimmi deyman-da. Akarsiylar ha. Davaychi bolalar bosamiz bo'l. Chanaga gapirmaymiz. Prosta o'ynaymiz, bosamiz, yutamiz, bo'ldi. İşimiz shu. Qaytib boradiman personaj. Shuncha hozir tez yurgizadiganlarni olmay ketyapman. Tamom bilan, assalom bilan. Qaysalom bilan. Nima deydi? Bola bizlar kamerga yozib olgan, ammo tushunmadim. Butoniya bo'lmayapti mana. Ana bak, lekin xohlagancha bo'lyapti. Ekran ekan. Yo-moyo. Bu hamma giroskopga o'xshaydigan narsa ekan. Ekranda bunday qilgansizlar, bunday qilib bo'g'ilib ketavergan. Xullas, nima bilamiz, 2 marta kubik berdi bizga. Endi ko'ramiz bizga qanaqa tana berar ekan. Yaxshi. Now. Bo'ldim. What? Bu yangi tanami, bu yangi tanami? Menga lekin boyagidek ko'rinadi bolalar. Unda biz kuchayishda davom etib, mana bundan o'tib ketishga harakat qilamiz. Bunday kuchayishga go. Mana bolalar topdim. Bu yerda har xil tanalar bor ekan. Bu. Bu yerda tana juda ko'p ekan. Men bu tana ham bor ekan. Nima bu? G'avami bilmayman. Mayli, undan maqsadni o'zgartiramiz. Bugungi maqsad
Mana shu 3-levelli oppoq tanachaga o'tish. Biz ham mashqqa boshlaymiz. Sizlarga ekran zapisini ko'rsatmaslikka harakat qilamiz, sababi bunga juda ko'p vaqt ketadi. O'shanga hali kutasiz. Men kutaman, sizlarga esa bu 1 sekundda tuyuladi. Pa. Keyin bo'lar bu narsalar bizga bilgan o'yinlaringni mana shunaqa Roblox serverlar, Minecraft serverlar yozib qoldirsanglar, biz ana shulardan video chiqarishga harakat qilamiz. Shunga iloji boricha yozib qoldiringlar. Unda pak. Oradan vaqt o'tdi va bizanki 117 ming bo'ptimi. O'zim ham sezmagandim to'g'risi. Nima ketadi? Yo'q, bo'lar, biza trener olsak bo'ladi. 650 ta bo'ldi. Bu 500 taga olamiz. Bizga trener kerak-da. Kuchashimizga yordam beradi. Beraka dedimi? Qaysidir şey oldu. To'g'risini ochib ketdi. Endi zapis ketdimi o'zi? Ha, da zapis ketyapti. Qo'lga ishlaymizmi? Давайте qo'lga ishlaymiz. Bosdik. Давайте. Yana pak deyman, o'zgarishlar mash turib qoladi. 1, 2, 3 pak. Bolalar video davomida shuncha kuchaydi ko'rasizlar. Shu vaqtda birdaniga svet o'chib qoldi, Wi-Fi o'chdi. Mana bo'lsa umuman internet yo'qligi uchun chiqarib boramiz debdi o'shanga. Videomiz shu joyda tugaydi bolalar. Sizlar bilan Javohir Ro'ziyeva bo'ldi. Barchaga tomosha uchun rahmat, xayr. Bolalar endi qayg'ulanib svet o'chdi, obunachilarim endi 1 oy video ko'rmay tutgan. Mana videoyimni shu paytdan to'xtatamiz deb o'tirgandim, mana svet yondi. Wi-Fi ko'rdim, yana video. Bolalar sizlar zo'r sizlarda, sizlarni deb qaranglar, svet ham yondi. Mana obunachilarim baribir omadli, aqlli bolalar, hech qaysi yomon gapirmaydi, zo'r bolalar obunachilarim. Obunachilarim yordami bilan mana YouTube'ga videomizni yaxshilab harakat qilamiz sizlar uchun. Shuning uchun like bosib obuna bo'lishni unutmang. Buni biz 50 ming qilishimiz kerak. Bola, bizning maqsadimiz bor. U ham bo'lsa YouTube kanalimizda 50 ta obunachiga ega bo'lish. Bitirasam bildilar, agar YouTube kanalimizda 50 ta obunachi bo'lsa, stream qilishni boshlayman, sababi YouTube shunday cheklov qo'yganki, agar 50 ta obunachidan kam bo'lsa, siz stream qila olmaysiz. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib qo'yinglar, bizlar ham 50 ta obunachiga erishaylik. Unda biz buni 50 ming ta qilamiz, ya'ni qo'l kuchini. YouTube kanalimizda agar 100 ta obunachi bo'lsa, men katta konkurs boshlashga harakat qilaman. Unchalik katta emas, kichkinaroq. Ya'ni xohlagan o'yinlarga, masalan, Robloxga Robux tashlab berishim mumkin. Free Fire, mobil o'yinlarga UC, Almas tashlab beraman. Shuning uchun ana shu 100 ta obunachi bo'lishimizga sizlar yordam bera olasizlar. Unda biz mashq qilishda davom etamiz va 50 ming ta qilib qo'yamiz. O'zi 50 ming degan gap qoldi, ko'rishlaring mumkin. Mana 50 ming. Nimasi qiyin 50 ming? Nimasi qiyin? Любой narsa o'xshaydi. Muhimi harakat. Biron narsani iplayman deb harakat qilaymi, umuman orqaga qaytma. Orqaga qaytdim, o'shanisi qolib ketadi joyida. Men qila olmayman, men buni qilaman. U qiyin narsa, uni qilish qiyin, men uni qilishga ko'p vaqtim ketadi. Yo'q. Harakat qilsang, любой narsaga vaqting ketadi. Sen просто erinasan shu narsaga. Masalan, mana hozir nima qilmoqman? Video chiqarim kelmadi meni ham hozir. Nima derlar bo'ldi? Sen video chiqarmayapsan, sen shunaqa qilsan. Gap kallamda aylanib qolishmaydi. O'zim yomon his qildim mana. Bugun video chiqarishga qaror qildim. Sizlar ham mashina harakat qilib bo'ldi. Kuchayasizlar. Mana masalan
sport zaliga boshida umuman borib yemagan. Sport zali nima kerak deganman o'zimga o'zim. Nima kerak deganman to'g'risida. Mana hozir ko'ryapsizlar. O'yinda ham shu simulyator o'ynayapman. Hayotda ham normal kuch bor. Shuning uchun bolalar hech qachon orqaga qaytmanglar o'zlaringning maqsadinglardan. Maqsad qo'ydinglarmi? Bo'ldi, ashunga qarab ketaveringlar. Kim to'xtatadi sizlarni yo'lni? Kim to'xtatadi? Uydagilar aytibdi sizlarga masalan, qara. O'g'lim, bor magazinga borib biron nima olib ketyapsizlar. Ko'chada ketyapsizlar, katta akalar nima qilyapti? Sizlardan pullaringni olib qo'yapti. Nima qilib o'tirasan? Og'zingni ochibmang, pullar deb o'tirasan? Yo'q, qaytam harakat qilsin. Harakat qilsang hamma narsaga erishasan. Harakat qilmay, bo'ldi, men charchadim, qamayman. Nima u charchading? Charchoqning o'tari ketadi. Pulingni ishlash uchun harakat qilishing keraksan. Pul o'zidan o'zi kelib qolmaydi-ku, uydagilarga. Ular ham harakat qiladi. Xullas, mayli, motivatsiyani berdim. Iloji boricha motivatsiya. Endi video zapisi tinchgina o'chirib, sekin 50 mingga harakat qilamiz. Bolalar, mana sizlar chog'idan bir sekund o'tgan bo'lsam, menga yaxshigina vaqt o'tdi va 50 mingdan ham ko'p qilib 72 ming qilib qo'yishga harakat qildim ham. Xudoga shukr. Xo'sh, endi qanaqa mashq qilamiz desanglar, oyoq bilan press qo'yamiz. Davayt oyoqqa qilamiz birinchi. Press mana o'zimga boshqacha ko'rinadi qiladigan mashq to'g'risi. Shunga endi bu oyoqqa qayam kelib qoldi. Bizlarga bir nimalar beryapti. Ko'p narsa, menimcha. Yo'q ekan. Mana narsa olsa bo'lar ekan. 600 ta, 200 ta, yana 200 ta, yana 200 ta, yana 200. Yo bo'la, bu yerda bitirsa biza boy ketamiz. Hammasdan bitta beryaptimi hozir bizga? Men tushundim, qayda. Bu oldingi yangilanishlar. Hani juda oldingi emas. Bir oy oldin qanaqa bo'lganliklari biz hozir kirganimiz uchun oldingi sog'inlarni ham bizga berib o'tyapti. O'tyapti emas. Yana boshqa bo'lsa. Mana eng birinchi bittasi mana shu bo'lgan mana. 6,5 ming almazimizda bor ekan. Bolalar. Xo'sh, sovg'a nima? Rahmat, yana 100 olmas. Xullas bilan biz ham mashq qilishni boshlaymiz. Bola mana ko'rayotganinglardek bizning kuchimiz 258 ming bo'ldi, oyog'imizdagi bo'lsa 50 ming bo'ldi. Endi pressga ishlaymiz bola. To'g'risi bu videoni mashhurlarni qora qilaman, sababi YouTube любой akkauntga bang bera oladi-yu. Turishni qaraydi o'shanga endi videoni asta to'xtatib mashq qilganimdan keyin ko'rsataman. Bolalar mana ko'rayotganingizda bitta kachok bo'ldik endi biza hammasini 50 mingdan olib turib ham keldik. Bir suzib ko'ramiz, o'yinimiz qanday bo'larkan. Suzishda qanaqa kuch chiqadi, nechanchi o'rinda olamiz, hozir aniq bo'ladi. Bu yerda o'zini NPC'lari bilan mashq qilamiz. Mana biratan qo'shildi. Davaydi bu biratan ham qo'shilsin. Baribir oxirgi o'rinni oladi. Bolaman buni endi tushundim. Men ichkarida borolmay yotgandim. Qanaqa soqaqqa bo'g'latdi. Bolalar aytgancha bizning Instagramimiz ham bor, lekin nomini aytmayman, sababi meni nomim yozilmagan. Boshqa odamning nomi yozilgan. O'shanga aytolmayman. Obunachilarimiz ko'paysa ochishim mumkin. Menimcha 2 yoki 3 o'rinni olamiz. Agar 3 o'rinda olsak ham
Mening maqsadim 3 ta ishtirokchidan oshish edi. Da, mana to'g'ri. Yaxshi. Xullas bolalar, videoyimizda shu joyda tugaydi. Sizlar bilan Javohir Ro'ziboy bo'ldi. Mana yangi ko'rinishga ham o'tdik. Agar mana shu videoda agar 5 ta like yig'aversanglar, bu videoning ikkinchi qismini olamiz va rankimizni bundan-da kuchliroq qaysi edi hozir ko'rsataman bolalar. Esini chiqib ketdi. Boya kirgandimi? Xullas ishqilib, bundan keyingi ranklarga ham o'tishga harakat qilamiz. Sizlar bilan Javohir Ro'ziboy bo'ldi. Kanalga like bosib bo'lishni unutmanglar. Bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi.